So'nggi yillarda mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, bolalarni sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish maqsadida ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy yondashuvlar joriy etilib, pedagog kadrlarning kasbiy salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu yo'nalishdagi amaliy ishlarning davomi sifatida kunigacha 34-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida yil tarbiyachi uslubchisi ko'rik tanlovining asosiy bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur bellashuv orqali bolalar bog'chasida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi uslubchilarning ijodiy innovatsion salohiyatini faollashtirish, ta'lim jarayoniga yangi pedagogik g'oyalar, texnologiyalar va samarali ish shakllarini joriy etish imkoniyati yaratildi. Bu yerda hech qanaqa poraxo'rlik yo'q. Ko'rik tanlovini tashkil etish va o'tkazish jarayoniga Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi maktabgacha ta'lim bo'limi rahbarlik qildi. Bellashuvning dastlabki saralash bosqichida 45 yoshgacha bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi uslubchilari hamda kichik bog'chalardan mudiralari ishtirok etishib, 10 tadan test savollariga 25 daqiqa ichida javob bergan holda eng yuqori ball to'plagan 5 nafar qatnashchi tanlovning navbatdagi bosqichga yo'llanmalarni qo'lga kiritdi. 34-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan uslubchilar tanlovining asosiy bosqichida ishtirokchilar bir nechta shartlar asosida o'z bilim va mahoratlarini namoyon etdilar. Xususan, kasbim mening faxrim yo'nalishida tarbiyachilar o'z pedagogik faoliyati va erishgan yutuqlari haqida erkin shaklda taqdimot qilishdi. 2014-yilga kelib 10-sonli maktabgacha ta'lim muassasasida psixolog, so'ng esa 2016-yil uslubchi lavozimida ham ishlaganman. Express maslahat nomli ikkinchi shart orqali qatnashchilarning berilgan mavzular bo'yicha qisqa muddatda maslahat soatini tashkil etish va uni taqdim qilish ko'nikmalari baholandi. Bugun qo'ygan kichik bir qadam ertangi katta natijaning boshlanishi. So'nggi innovatsiyalar auksioni shartida ishtirokchilar oldindan tayyorlangan ijodiy mahsulotlarni taqdim etdilar. Tanlov natijalariga ko'ra 113.5 ball bilan 3-o'rin 21-maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi uslubchisi Gavhar Jo'rayevaga nasib etdi. Ikkinchi o'rinni 114 ball to'plagan 28-sonli bolalar bog'chasi tarbiyachisi Iroda Mavlonova qo'lga kiritdi. 31-sonli bog'cha vakili Ozoda Jaynakova tanlovning eng oliy o'rniga loyiq ko'rilib, yil tarbiyachi uslubchisi deya e'tirof etildi. Bugungi kundagi uslubchi tarbiyachilarimiz maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim sifati va samaradorligini ko'rsatib beruvchi mas'ul pedagoglarimiz hisoblanib, maktabgacha ta'lim tashkilotining qay darajada salohiyatli ekanligini ko'rsatib beruvchi pedagoglardir. Bugungi tadbirda albatta bularning bilim, ko'nikma, malaka va salohiyatlari ta'limni har tomonlama rivojlantirishda qo'l keladi deb umid qilib qolamiz. Mazkur ko'rik tanlov tarbiyachi uslubchilarning kasbiy o'sishini qo'llab-quvvatlash, ularning faoliyatiga yangicha yondashuvlarni joriy etish hamda maktabgacha ta'lim tizimi sifatini yanada oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.